Audiometr. GS-18 bir kanalli havo o'tkazuvchanligini tekshiruvchi audiometrdir. Chastota diapazoni 125 dan 8000 Hzgacha, intensivlik diapazoni esa maksimal 100 gacha. Modem oram qutisi ochilgandan so'ng, videoda ko'rsatilganidek asosiy blok va komponentlar qutisi mavjud bo'ladi. Tok shnuri mavjud, lekin zarur bo'lganda GS-18 batareya orqali ham ishlashi mumkin. Batareya bo'limi qurilmaning pastki qismida joylashgan bo'lib, u 5 ta batareya bilan ishlaydi. Taxminan 10 soat davomida ishlashi mumkin. Tarkibiy qismlariga asosiy uskuna, naushniklar, quvvat adapteri, response switch, javob bergich tugmasi, qo'shimcha naushnik kabeli va drayveri, audiogramma, qo'llanma va video darslik usb kabi jihozlar kiradi. Leverni bo'shating va strupsni kiriting, so'ng leverni burab mahkamlang. Quvvat tugmasi faqat kabellar, naushniklar va response switch to'liq ulangandan keyin yoqilishi kerak. Naushnik kabeli yoki response switchni chiqarishda ham avvalo qurilmani o'chirib keyin ajratish kerak. Rasmga muvofiq response switch va naushnik kabelini ulang. Qizil konnektorni o'ng tomon portiga, ko'k konnektorni esa chap tomon portiga ulang. Tugmalar tavsifi. F1 diapazonni kengaytirish tugmasi barcha chastotalarda stimulyatsiya intensivligini standart maksimal xildan 10 dBga oshirish imkonini beradi. Ishlatilganda LTD belgisi paydo bo'ladi. F2 suyuqlik kristalli displey LT. F3 barqaror ohang steady tone tanlanganda displeyning o'ng yuqori qismida belgi paydo bo'ladi. F4 pulsatsiya ohang pulset tone tanlanganda displeyning o'ng yuqori qismida belgi paydo bo'ladi. F5 jarangli ohang varble tone tanlanganda displeyning o'ng yuqori qismida FM yozuvi paydo bo'ladi. F6 transduser uchun 45 kalibratsiya faylini tanlash tugmasi. Tugma bosilganda displey miltillaydi. Yana bosilganda 45 transduseri faol bo'ladi. Tanlanganda displeyning o'ng tomonida belgi paydo bo'ladi. F7 bu funksiya mavjud emas. F8 stimulyatsiya chastotasini tanlash boshqaruvi. Chastota displeyning pastki markazida ko'rsatiladi. F9 chap quloqqa stimul beradi. Displeyning o'ng pastki qismida F belgisi chiqib, stimul chap quloqqa berilayotganini bildiradi. F10 stimulyatsiyani berish uchun present bar. Stimul berilganda displeyning chap tomonida belgi paydo bo'ladi. F11 o'ng quloqqa stimul beradi. Displeyning chap pastki qismida belgisi chiqib, stimul o'ng quloqqa berilayotganini bildiradi. F12 stimulyatsiya intensivligi xil darajasini sozlash uchun boshqaruv tugmasi. Daraja displeyning yuqori markazida ko'rsatiladi. Tugmalar tavsifi. Quvvatni yoqing. Qurilma to'g'ri yoqilganini va displey normal ishlayotganini tekshiring. Tugmalarning ishlashini tekshiring. O'ng, chap, naushnik. Tovush turlari. Steady tone, pulset tone va varble tone kabi 3 tur mavjud bo'lib, ulardan birini tanlab ishlatiladi. Detsibel va chastota uchun har bir muruvvat rukni burib, o'zgarishlar to'g'ri ishlayotganini tekshiring. Naushnikni taqib, ovozni maksimal darajaga ko'taring va present tugmasini bosganda tanlangan tomonga ovoz to'g'ri ketayotganini tekshiring. Bir kunlik tekshiruv. Bir kunlik tekshiruv uskuna o'rnatish jarayonidagidek quvvat, displey, har bir tugma va muruvvat ruk, diallarning to'g'ri ishlayotganini tekshirish orqali amalga oshiriladi. Normal ishlayotganini tasdiqlagandan keyin naushnikni taqing. Qizil, o'ng, ko'k, chap o'zingizning eshitish darajangizga moslab sozlang va ovoz chiqishini tekshiring. Tekshiruvga tayyorgarlik. Quvvat kabeli ulanganligini tekshirganingizdan so'ng qurilmani yoqing. Signal selections, signal tanlash ni tanlasangiz, tekshiruvni boshlashga tayyor bo'lasiz. Tekshiruvga tayyorgarlik.
Transduserni taqishdan oldin bemorga tekshiruv mazmunini tushuntiring. Naushnik quloqqa taqilishini va bir necha marta p tovushlarni eshitishi mumkinligini aytib qo'ying. Tovush juda past eshitilsa ham, qo'l ko'tarish yoki javob tugmasini bosib belgi berishini so'rang. Bemorga tartib tushuntirilgandan so'ng naushnikni taqib qo'ying. Bir on quloqqa, chap quloqqa taqiladi. Zarur bo'lganda bosh bok ichini headbandni moslab quloqni to'liq yopib turishini ta'minlang. Tekshiruvni o'tkazish. Tekshiruv usuli shifoxona ko'rsatmasiga qarab farq qilishi mumkin. Led ostidagi chap va o'ng tugmalari orqali qaysi quloq tekshirilishi tanlanadi. Transduser tanlanganda, tanlangan transduser uchun mos kalibrovka fayli faollashadi. Bu har bir chastota uchun bir martalik signal berish yoki turidan qat'i nazar bir nechta chastotada eshitish chegarasini threshold baholash tarzida bo'lishi mumkin. Presentation jo'natish tugmasi bosilganda tanlangan quloqqa toza ton stimulyatsiyasi yuboriladi. Qo'shimcha tushuntirish. Har bir chastota uchun bir marta yagona darajada signal beriladigan skrining tekshiruvi, bir necha darajalarda minimal eshitish chegarasi aniqlanadigan threshold, porog tekshiruvi kabi turlari mavjud. Barcha tekshiruv natijalari qo'lda qog'oz qaydnomasiga yozib borilishi kerak. Threshold, porog tekshiruvi tartibi namunasi tekshiriladigan quloq, chastota va boshlangich darajani tanlang, tonni bering. Agar bemor javob qilmasa, 10 dibga oshiring. Agar javob bo'lsa, 10 dibga tushiring va yana 5 dibdan ko'tarib javobni tasdiqlang. Bemor 50 va undan ko'proq javob bergan eng past daraja porog sifatida qayd etiladi. Bu jarayon barcha chastotalarda takrorlanadi. Qo'shimcha operatsion ma'lumotlari uchun USER manual 37 betlarni ko'ring. Dezinfeksiya va parvarish. Naushnik, yumshoq yostiqlar, qulticha, tushyon kabi bemor bilan to'g'ridan-to'g'ri tegadigan qismlar har bir bemordan keyin dezinfeksiya qilib artilishi kerak. Tavsiya etiladigan dezinfeksiya vositalari spirtsiz, non-alkohol bo'lib, quyidagi tarkibga ega mahsulotlardan foydalaning. Kvaterner ammoniy birikmalari, kvaternariy ammonium chompon va vodorod peroksidi, hidrogen peroxidi. Asosdagi dezinfektorlar rezina, plastik, silikon va akril materiallari uchun xavfsizdir. Biroq shifoxonalarda ko'p uchraydigan dezinfeksiya salfetkalarida spirt mavjud bo'lib, ular quloq yostiqchasi, tushyon kabi ayrim materiallarni kimyoviy o'zgarishga uchratadi. Spirt asosidagi dezinfektorlarga takroriy ta'sir qilinsa, naushnik materiallari vaqt o'tishi bilan qotib, yorilib va shikastlanishi mumkin. Ehtiyot bo'ling, naushnik speaker qismlariga namlik tushmasligiga e'tibor bering. Agar speaker suyuqlik bilan tegishsa, imkon qadar tezroq artib, quriting. Qo'shimcha maintenance ma'lumotlari uchun USER manual 38-42 betlarni ko'ring. Ovoz chiqmaganda. Qurilmani o'chiring, off va ulangan barcha kabellarni chiqarib, qayta ulang. Shunda ham ovoz chiqmasa, kabelni silkib, tovush uzilishi, qisqa tutashuv mavjudligini tekshiring. Kabelni almashtirishdan oldin kabel va speaker birikma qismidagi vintlar mahkamlanganligini tekshiring. Vint bo'shab joyidan siljisa, ovoz chiqmay qolishi yoki notekis chiqishi mumkin. Bu qismda tovush uzilishi, qisqa tutashuv eng ko'p uchraydigan joy hisoblanadi. Naushnik kabelini almashtirish usuli. Avval bir tomonni yechib va qayta ulang, so'ng boshqa tomonni ham xuddi shunday yechib ulang. Mavjud rigat, qizil va left, ko'k joylashuvi kabi kabellarni aynan shu joyiga almashtiring. 1. Naushnik yostiqlari qushini, tushyonni yeching. 2. Kabelni mahkamlab turgan vintni bo'shatib, ajratib oling. Yarim aylanishdan bir aylanish atrofida burab bo'shating. Maxsus otvertka beriladi. 3. Naushnik pastki qismidagi teshik orqali kabelni chiqarib, yangisini kiriting va teskari tartibda qayta yiging. Kaution, demontaj jarayonida vintni yo'qotib qo'ymaslikka e'tibor bering.
Chalagar kalibrlash xatosi mavjud bo'lgan transduser yoki chastota tanlansa, masalan, o'ng quloq uchun 2000 Hz tanlanganda, ekranda tal sozi paydo bo'ladi. Noto'g'ri natijalarni oldini olish uchun audiometr bu chastotada ishlamaydi. Noto'g'ri quloq va chastota kombinatsiyasi tanlangan bo'lsa, vaqt davomida ekranda tal sozi ko'rinib turadi. Agar kalibrlash xatosi faqat bitta chastotaga tegishli bo'lsa, chastota yoki quloqni o'zgartirish orqali qurilma normal holatga qaytadi. Harakatlar tal xabari chiqqan quloq va chastota kombinatsiyasini yozib oling. Medline Medical Service Center texnik xodimiga murojaat qiling. Agar audiometr displeyda harfi va 2 xonali raqamdan iborat xatolik kodi paydo bo'lsa, bu tizimda nosozlik aniqlanganini bildiradi. X18 qurilmasi avtomatik ravishda ishlashga ruxsat bermaydigan bloklangan lok rejimiga o'tadi. Muayyan xatolik kodi displeyda bir necha soniya davomida ko'rinadi va so'ng qurilma to'liq ochadi. Agar litta ko'rin, quyidagi amallarni bajaring. Agar kalibrlash xatosi faqat bitta chastotaga tegishli bo'lsa, chastota yoki quloqni o'zgartirish orqali qurilma normal holatga qaytadi. 1. Qurilmani o'chirib, qayta yoqing. Bu vaqtinchalik xatolik bo'lishi mumkin va qaytmasligi ehtimoli mavjud. Agar xabari qayta paydo bo'lsa, quyidagilarni bajaring. Displeyda ko'rsatilgan raqamni yozib oling. Medline Medical Service Center texnik xodimiga murojaat qiling. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Mediline Medical